Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz obunachilar, bugun sizlarga xush xabar keltiruvchi salovat haqida aytib bermoqchiman. Bu salovatni kimki 3 kun yoki 7 kun har kuni qancha ko'p o'qisa, zikr sanog'i yo'q. Ya'ni xohlisiz 100 martadan, xohlisiz 500 martadan, xohlisiz 1000 martadan, qancha ko'p uyda ish qilayotganingizda, mashinada ketayotganingizda, bo'sh vaqtingiz imkon qadar tahorat qilib qiblaga yuzlanib, o'sha ko'p qancha ko'p shuni ishingizni qilib bo'ldingizmi, 100 ta o'qib bo'ldingizmi, ishingizni qilib bo'lib yana o'qiyverasiz. Shuni yana o'qiyverasiz. 3 kun o'qing. 3 kunda xushxabar keladi. Siz qandaydir bir duongiz ijobat bo'lishi, o'shandan xushxabar kelishini xohlaysiz-ku, o'shaning uchun 3 kun yoki 7 kun. O'zi 3 kunda xushxabar keladi. 3 kunga yetmaydi ham. O'zi birinchi kun yoki ikkinchi kun, eng uzog'i 3 kun. 3 kunda duongiz ijobat bo'lib, o'sha siz xohlagan narsadan, ya'ni duongiz ijobat bo'lishi nimagadir bir ishga kirmoqchisiz yoki qarzdan qutulish, hokazo hammani har xil dardi bor, har xil duosi bor. O'sha duosini ijobat bo'lishi uchun imkon qadar payshanba kun boshlab, payshanba kun tuni bilan, masalan, xuftondan keyin o'qib ko'p o'qib, uxlab turib, yana ertalab bomdod vaqti ham ko'p o'qib, yana ishingizni qilib bemalol o'sha juma kiradi. Keyin yana ko'p, o'sha juma kuni ham ko'p o'qib, yana o'sha vaqtlarda o'qisangiz, yana o'sha kunlar, ya'ni juma kuni, juma kechalari salovat ko'p o'qigan juda ham yaxshi. Ya'ni aynan o'sha kunlarda mana shu salovat o'qisangiz, nur ustiga alo nur. Uzog'i 2-3 kunda duongiz ijobat bo'ladi inshaalloh. Alloh xohlasa, avvalambor bu tajribalarda sinalgan. O'shaning uchun bu oldingi kanalimda ham bor edi, endi qayta chiqardim. Mana shu salovatni inshaalloh juda ham ko'p o'qib, duongiz ijobat bo'lsin va boshqalarga ham tarqating. Yanagi bir ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling.